Qulupnay biznesiga qiziqadiganlar uchun ajoyib yangilik. Bugun ustozim Muhammadali Azrarovning issiqxonalariga tashrif buyurganman. Qulupnay biznesini qanaqa plyus, qanaqa minus tomonlari borligi haqida to'g'ridan-to'g'ri ustozimizdan intervyu olamiz. Assalomu alaykum Muhammadali aka. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar, yaxshi Qulupnay biznesiga qiziqadiganlar uchun YouTube'da podrobni video olishga qaror qildik. Sizni bilamiz, 5 yillik tajribaga egasiz Qulupnay biznesi bo'yicha. Sizga shogird tushganimga mana 1 yil bo'ldi. Qulupnay biznesiga kirib kelishingiz haqida bizga bir ma'lumot bersangiz. Xo'p, Qulupnay biznesiga kirib kelishimiz 2019-yil oxiri, 2020-yil karantin paytlaridan boshlangan. Shu gidroponik usulda qulupnay yetishtirish bilan o'shanda boshlaganmiz. Hozirgi kungacha kengayib, hali ham shu sohada ketyapmiz. Boshqa sohaga hali o'tganimiz yo'q. Qulupnay shu 17 sotiq yangi yo'lda issiqxonamizdan boshlaganmiz. Hozirgi kunga kelib mana 2,5 gektarlik maydonda turibmiz. Nazarbekda. Bundan tashqari Qibrayda ham 1 gektar maydonimiz bor bizani. Hammasi koreyskiy Solxuyan navli qulupnay shu mevalar yetishtiriladi va elimizga taqdim etib kelinmoqda. Qulupnay biznesini plyus va minus tomonlari, xato kamchiliklari nimaga ko'proq e'tibor berish kerak? Shular haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, bu xato kamchiliklar juda katta tema. To'g'risini aytadigan bo'lsam, xato kamchiliklar to ekishdan boshlab parvarishi, mevasi yetilguncha, ko'chatni sosseniyasini yaxshilab turishi hammasida xato kamchilik bo'lishi mumkin. Birinchi xato kamchilik avvalo joyi, ya'ni strukturasini, teplitsaning strukturasini yaxshi, chiroyli shu qulupnayga moslashtirib, havo sirkulyatsiyalari me'yorda aylanadigan, issiqlik tizimlari me'yorda qilib beradigan, namlik oshib ketilmaydigan holatda konstruksiyasini tuzish kerak issiqxonani. Ikkinchisi, ko'chatni to'g'ri tanlash kerak. Uchinchisi, uni gidroponikada bo'ladigan bo'lsa, kokosiy substratga ekish kerak. Ko'pchilik eksperiment tariqasida biogumusga yoki bo'lmasa boshqa narsalarga ekishadi va bekorga shu 1 yil yoki bo'lmasa 2 yil muddatlarini sarflab shunga qilgan mehnatlari zoya ketadi. Uchinchidan endi uni sug'orish tizimi. Sug'orish tizimi asosiy narsa hisoblanadi. Sug'orish tizimini to'g'ri yondashuv qilish kerak. Bitta kapelnik bilan ish bitmaydi. Bu yoqda har bitta detallari ham rol o'ynaydi. Misol uchun uni sug'orish motorlari, nasoslari to'g'ri proporsiyada suv bir xil berishda, misol uchun kapelnik shlankalarigacha hammasini to'g'ri yondashuv bunga bir ustoz kerak degandek aytsa ham bo'ladi misol uchun. Keyin qulupnay parvarishlari, ozuqalari to'g'ri proporsiya tuzish misol uchun xabaringiz bor. Biz misol uchun A, B bochka ustidan beradigan ozuqalarimiz 1 yildan beri sizga misol uchun agrokonsalting xizmatini ko'rsatganmiz. O'shalarni ham me'yorini, dozirovkasini to'g'ri berish kerak. Video davomida biz sizlarga Qulupnay biznesiga qiziqadiganlar uchun agronomlik konsalting xizmatlari haqida ham ma'lumot berib boramiz. Qulupnay biznesda hozirgi vaqtda qanaqa yangiliklar bo'lyapti Muhammadali aka? Xo'p, bizada yangilik deb oladigan bo'lsak, hozirgi kunga kelib, misol uchun mana o'zimizda yangilik qildik, yangi sort. Fortuna degan ispanskiy sortni o'zimizga olib kirdik yaqinda Misrdan. Yaqinda Misrdan safardan keldingiz. Misrdan olib kirdik. Shuni eksperiment tariqasida qilib ko'rmoqchimiz. Sababi biz yeganimizda uni mazasi 1-2si koreyskiy Solxuyanga yaqin keladigan va uni kalibrovkasi koreyskiy Solxuyandan kattaroq hisoblanar ekan. Shuni o'zimizda eksperiment tariqasida biz olib keldik. Hozir ekkamiz ko'chatlarini o'zini ancha tutib oldi. Boshqa yangiliklarimiz Ummon bilan, Dubay bilan hamkorliklarimiz yana chuqurlashib, yaxshilashdi. U yoqda ham teplitsa qurilib, u yoqda ham hamkorlikda shu qulupnayni gidroponikasini sal kengaytirish maqsadida reja qilib turibmiz. Koreyskiy Solxuyan sorti bilan hozir yangilik kiritayotgan ispanskiy sortingiz farqi, massasi haqida. Misol uchun koreyskiy Solxuyan ko'chatidan navidan o'zim 1 yil davomida foydalandim. 300 grammdan o'rtacha 450-500 grammgacha maksimum hosildorligi olish mumkin ekan. Ispanskiy sortda qanaqa bo'ladi bu narsa? Endi hosildorligi koreyskiyda o'rtacha hosildorlik 300 gramm deb oladigan bo'lsak, bizda ispanskiy sortda o'rtacha hosildorlikni 800 grammdan 1 kilogramm 200 gacha berishdi. Biza mayli 800 gramm emas, 600 gramm olaylik deb bu narsani risk qilib boshladik. Endi o'rtasidagi farqga keladigan bo'lsak, bu baribir ta'mi va bozorni kutib olishi. Sababi bizani bozor koreyskiy Solxuyan qulupnayiga o'rgangan va doim bizda koreyskiy Solxuyan navi qulupnaylari qishin, bahor doim baland narxda yuradi. O'rtacha misol uchun bu yil oladigan bo'lsa ham koreyskiyning narxi o'rtacha shu $10 atrofida, 120 ming, 130 ming oralig'ida aylandi.
mart va qish mobaynida. Bu farqli sorti bo'ladigan bo'lsa bizda bo'lmagan. Chetda bo'ladigan bo'lsa umumiy dunyo bo'yicha oladigan bo'lsak o'rtacha statistikasi shu 5-6 dollardan sotilgan, boshqa davlatlarga eksport qilingan. Lekin uni afzallik tomoni ko'p turishi, chidamliligi. Ya'ni yo'lda qatgadir eksport qilib chiqarsangiz, bizda misol uchun Qirg'izistonga yaqin, Qozog'iston bemalol jo'natsangiz, 4 kun, 5 kun yo'l mobaynida bemalol o'zini holatini yo'qotmasdan borib bera oladi. Ta'mi jihatdan bo'lsa, koreyskiydan sal pastroq yuradi. Kundan kunga qulupnay biznesiga qiziqadiganlar ortib boryapti. Siz mana shu 5 yillik tajribangiz davomida hozirgi kunda mana shu issiqxonangizda koreyskiy solixan sortini parvarish qilib yetishtirasiz. Shular haqida ma'lumot bersangiz. Ular nimalarga e'tibor berish kerak? Bu nimalarga e'tibor berish kerak? Boya bundan oldin to'xtalib o'tdik. Sug'orish tizimi. Avvalo sug'orish tizimini bir me'yorda hamma joyiga bir tekisda suv yetib boradigan qilish kerak. Ikkinchidan, buni parvarishda ozuqalari bor. A va B bochka. O'zini proporsiyasi holatda uni to'g'ri tayyorlab bilish kerak. Uchinchisi, keyin buni misol uchun ko'chat holatda beriladigan ozuqalar bor. Buni gullash davrida beriladigan ozuqalar bor va uni mevasiga ishlaydigan ozuqalar bor. O'shalarni to'g'ri proporsiyasini to'g'ri yondashish kerak. Agar qanaqadir proporsiyasi ko'payib ketadigan bo'lsa yoki yetishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, bu qulupnayda sirasi seziladi bu narsa. Yo bargidan, yo mevasidan. O'zi qulupnayga 2-3 xil kasallik ko'p tushadi doimiy. Birinchisi o'rgimchak ekani, ikkinchisi un shudring, uchinchisi shu ko'pincha ajjok holatda berayotgan ozuqalar ko'payib ketishi holatda dozirovka bo'lgandan keyin ajjok bo'ladi yoki bo'lmasa ilishishiga olib keladi bu narsalar. Shu narsalarga e'tiborli bo'linadigan bo'lsa, qulupnay boshqa ekin turlariga nisbatan osonroq deb men o'zim bilaman. Sababi bu qulupnay ozgina bo'lsa ham sizni xatolaringizni kechiradi. Pomidor, bodringda bir xato qiladigan bo'lsangiz, o'zingizni o'nglolmay qolishingiz mumkin, uni palay bo'lib qolishi mumkin yoki ko'chatdan ayrilishingiz mumkin. Qulupnayda ko'chatlar shunchalik baquvvat, mustahkamki, hattoki bir xil paytlar stressga tushib qolsa yoki bo'lmasa gradus 0 yoki -gradus o'tib ketsa ham qulupnay ko'chatlari o'lib qolmaydi. Buni anti-stress dorilar bilan davolab, yana qaytadan undan hosil olishingiz mumkin bo'ladi. Qulupnay ko'chatlarini sizdan xarid qilgan insonlarga siz bilamiz, 1 yil davomida bepul agronom konsalting xizmatlarini ko'rsatasiz. Shunaqa muammolar qanaqa vaziyatlarda bo'ladi? Endi biza shogirdlarimizga to'xtalib o'tamiz. Ko'pchilik qiladigan xatolardan bittasi bu temperaturada bo'ladi. Yana temperaturani asosan biza koreyskiy qulupnay naviga 12 gradusdan tepa yuqori haroratda ushlab berishlarini so'raymiz va namlikni 75% dan past holatda. Lekin ba'zi joylarda namlik oshib ketib qoladi yoki bo'lmasa gradus tushib ketadi. Bu narsa keyin qulupnayning hosiliga katta ta'sir qiladi. Qish payti eng narx yuqori darajada bo'lib turgan paytda siz hosil ola olmay qolishingiz mumkin. Mevalaringiz changlanmagan yoki bo'lmasa mevalaringiz erta pishmasdan, qizarmasdan yotishi mumkin, oqibatiga olib keladi. Bu narsa bo'lsa, sizni o'sha daromadingizni qisman qanchadir qismini qirqadi. Qulupnay biznesiga yangi kirib kelayotganlar ko'p, Muhammad Ali aka. O'zingizam birinchi boshda aytib o'tganingizdek, video boshida 17 soto 20 maydondan qulupnay biznesini boshlagansiz. Meni o'zim sizga shogird tushganimga 1 yil bo'ldi. Shu 1 yil davomida 4 soto 20 maydondan 15 ming dollar daromad ko'rdik. Daromad haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz, sizlarga katta gektarlik masala haqida emas, kichikroq biznesga yangi kirib keladiganlar uchun 17 soto 20 maydondan o'rtacha qancha daromad ko'rdingiz? Endi men 17 sotiq bu yilgisini hali oxiriga yetmadi hisob-kitoblarimiz. O'tgan yil, undan oldingi yillarni aytishim mumkin. 100 ming dollar bilan 150 ming dollar oralig'ida, lekin buni ichiga faqat qulupnay mevalar emas, ko'chat ham kiradi. Agar mevalarni oladigan bo'lsak, o'rtacha shu 50 ming 55 ming dollar atrofida. Undan tashqari men qulupnaychilarga to'xtab qolmasligini aytaman. Sababi nafaqat mevasidan, yozda bo'sh o'tirmasdan uni ko'chatini ko'paytirib, ko'chatini ham bemalol sotishlari mumkin bo'ladi. Bu o'sha daromadlarning kengashiga olib keladi. Qulupnay biznesiga yangi kirib kelayotganlar birinchi qadamni nimadan boshlash kerak? Birinchi qadam avvalo ta'kidlaganimizdek, shu issiqxonasi bo'lishi kerak. Qulupnay koreyskiy sababi bu issiqxonada yetishtiriladigan nav hisoblanadi. Asosiy daromadi shu qish oyidan bo'lgani uchun qishda buni issiqligini ta'minlab, qishda qulupnay chiqarib daromad ko'rishi mumkin. Ikkinchisi sifatli ko'chat, uchinchisi bo'lsa ozuqalarni to'g'ri berib, to'g'ri yondashuv. Sifatli ko'chatlar bo'yicha ham ma'lumot berib o'ting. Xo'p, agar sifatli ko'chatda kimdir buyurtma bermoqchi bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishlari mumkin. O'zimizni raqamlarimizni shu yoqda qoldiramiz.
faqat ularga eslatma tariqasida aytishimiz mumkin. Juda ko'pchilik bizga buyurtma beradi va shogirdlarimiz ko'p. Shuni hisobiga iyun oyigacha ular ulgurib qolishini so'raymiz. Sababi bizda iyul oyigacha limitimiz to'ladigan bo'lsa, boshqa ko'chatga buyurtma olmaymiz. Sababi birinchi o'rinda bizda baribir sifat, o'sha olgan ko'chatlarimizni, buyurtmalarimizni chiroyli egalariga yetkazish. Narxlari haqida ham ma'lumot berib o'tasizmi? Narxlari to'g'risida hozir ma'lumot bera olmayman. Sababi o'sha paytga kelib narxlari ma'lum bo'ladi. O'tgan yilgi o'rtacha narx 3 ming so'mdan bo'lgan har bir ko'chatimiz. Keyin bundan tashqari bizning ijtimoiy tarmoqlarimizni ham bu yoqqa qo'yamiz. Ijtimoiy tarmoqlarimizda bemalol foydali videolar, foydali maslahatlarni bemalol kuzatib olishlari mumkin. Videomiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Qulupnay biznesini qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol izohlarda qoldirib ketishinglar mumkin. Kelasi safar ustozim Muhammadali Azratovni issiqxonalarga tashrif buyurib, sizlarning savollaringga ham to'liqligicha javob berishga harakat qilamiz.